Tizza og'riyaptimi tizingiz? 4 ta mashq ko'rsataman. Albatta har kuni bajaring. Qarang, birinchi mashq. Shunaqa kushetkaga o'tirib olib, yaqinroq keling. Kushetkaga o'tirib, mana shunday holatda 10 marta bajarasiz. Mana. Ikkinchi mashqimiz. Oyog'ingizni to'g'ri qo'yib olib mana. Barmog'ingizni mana shunday qilasiz. Ya'ni oyoq kaftini yaqinlashtirib olib borasiz. Shunda mana shu paylar tortishib, tizza qon aylanishi yaxshilanadi. Bunisini ham xuddi shunday. Uchinchi mashqimiz. Yaqinroq keling. Uchinchi mashqimiz. Oyoqlaringiz shunday holatda mana. Tizzani bukib, o'zingizlarga tortasizlar. To'rtinchi mashqimiz. Ya'ni velosiped minish deyiladi. Mana shu holat. Yaqinroq keling. Shu mashqimizni 4 marta qilsalaring, tizzada qon aylanishi yaxshilanib, ya'ni artroz kasalligi borlarga juda ham effekti yaxshi. Bu birinchi kundan 10 tadan 11 ta 12 ta qilib kundan-kun ko'tarib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, podpiska bo'lib, izohga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Tizzangizlarni asranglar. Bugundan boshlaylar.